Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 1-dan 8-may kunlarigacha ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, havo o'zgarishi bo'ladi. 1-mayda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatiladi. 2-dan 7-maygacha yog'ingarchilik kutilmaydi. 8-mayda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Shamol o'zgarishi yo'nalishida 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 1-dan 5-maygacha 12-17 darajalik, 6-dan 8-maygacha 15-20 darajalik, kunduzi 20-25 darajalikdan 30-35 darajalikgacha o'zgarib turadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarishi bo'ladi. 1-dan 4-maygacha qisqa muddatli yomg'irlar yog'adi, momaqaldiroq kuzatiladi. 5-dan 7-maygacha yog'ingarchilik kutilmaydi. 8-mayda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Shamol o'zgarishi yo'nalishida 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 1-mayda 15-20 metr/sekund tezlikgacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat 1-mayda kechasi 15-20 darajalik, kunduzi 20-25 darajalik. 2-mayda kechasi 15-20 darajalik, kunduzi 23-28 darajalik. 3-mayda kechasi 13-18 darajalik, kunduzi 23-28 darajalik. 4-mayda kechasi 13-18 darajalik, kunduzi 25-30 darajalik bo'ladi. 5-dan 8-maygacha kechasi 18-23 darajalik, kunduzi 30-35 darajalikgacha o'zgarib turadi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarishi bo'ladi. 1-dan 4-maygacha qisqa muddatli yomg'irlar yog'adi, momaqaldiroq kuzatiladi. 5-dan 7-maygacha yog'ingarchilik kutilmaydi. 8-mayda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Shamol o'zgarishi yo'nalishida 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 1-mayda 15-20 metr/sekund tezlikgacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat 1-mayda kechasi 15-20 darajalik, kunduzi 28-33 darajalik. 2-3-may kunlari kechasi 15-20 darajalik, kunduzi 20-25 darajalik. 4-mayda kechasi 13-18 darajalik, kunduzi 22-27 darajalik bo'ladi. 5-dan 8-maygacha kechasi 18-23 darajalikgacha, kunduzi 28-33 darajalikgacha ko'tariladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgarishi bo'ladi. 1-dan 4-maygacha qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 5-dan 7-maygacha yog'ingarchilik kutilmaydi. 8-mayda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Shamol o'zgarishi yo'nalishida 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 1-mayda 15-20 metr/sekund tezlikgacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat 1-2-mayda kechasi 17-22 darajalik, kunduzi 24-29 darajalik. 3-mayda kechasi 14-19 darajalik, kunduzi 24-29 darajalik. 4-mayda kechasi 14-19 darajalik, kunduzi 28-33 darajalik bo'ladi. 5-dan 8-maygacha kechasi 17-22 darajalikgacha, kunduzi 33-38 darajalikgacha ko'tariladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarishi bo'ladi. 1-dan 4-maygacha qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 5-dan 8-maygacha yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 1-mayda kechasi 15-20 darajalik, kunduzi 25-30 darajalik. 2-3-may kunlari kechasi 15-20 darajalik, kunduzi 20-25 darajalik. 4-mayda kechasi 13-18 darajalik, kunduzi 20-25 darajalik bo'ladi. 5-dan 8-maygacha kechasi 15-20 darajalikgacha, kunduzi 27-32 darajalikgacha ko'tariladi. O'zbekistonning tog'li va tog'olli hududlarida havo o'zgarishi bo'ladi. 1-dan 4-maygacha qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 5-dan 8-maygacha yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 7-12 darajalikdan 3-8 darajalikgacha, kunduzi 17-22 darajalikdan 12-17 darajalikgacha o'zgarib turadi. O'zingizdan asrang, xayr, salomat bo'ling.